Okalar, assalomu alaykum hammaga. Xullas, bu uy planirovkasining remontini ko'rmasanglar bo'lmaydi. Zaril ishimni tashlab keldim. Xullas, Sergelining 10-hudud 9 qavatli uyimizning 2-etaji 2 xona, 3 xona qilingan, 2 ga 6 balkon, 65 kvadrat metr. Uyimizning narxi $55 ming. Qanaqadir variantlar ham qilsa bo'ladi. Kir urishda chap qo'lda razdelniy sanuzel. To'rda bitta xonasi bor. Bu kuxnya bo'lgan, kuxnya balkonga chiqarilgan 2 ga 6 balkoni bor. Tapchan qilib qo'yilgan, maza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Mana shkaf tashab ketaman deyaptilar. Uyimizni remonti yaxshi holatda. Bu mana kattalar yotoqxonasi. Uyimizni holati yaxshi. Skvoznoy planirovka, shamol aylanishi yaxshi va bu mehmonxona. Uyimizni kadastrlari tayyor, hammasi joy-joyida. Tak, bizani kuzatinglar, yaxshi uylar qo'yamiz, sizlar bilan uychi bo'ldi.